Endi Nurali ablamizning bir yilingizdagi 8760 saat nomli asrining davomini anlatamiz. Menimmi o'ruqlash jaryonim shundoq bo'lgan. 92 kilogramlik bodakdan 70 kilogramlik o'lchamlik holatga kelib qolmay, qo'rsoq qismida 6 parcha muskul chiqargan odam bo'lish suhbatim bilan menimmi o'ruqlash, badan chiniqtirish jihatda so'zlab bergidek tajribalarim bor deb qarayman. Gazet, jurnal, tor, televizor degandek turli taratqularda bir qism intayin o'ruq, ajoyib go'zal cho'lponlarning rasmini ko'ramiz. Ular shu qadar go'zalligi odamda ozroq krizis tuyg'usi paydo qilib qo'ydi. Ular bilan o'zingizni silishtirib qolsangiz, taqdirning adolatsizligidan og'rinib qilishingiz mumkin. Shuning bilan sonsizdag'an qiz-o'g'illar texmi chiroyli, texmi kelishgan ko'rinish uchun jon tikib o'ruqlash safariga otlanadi. Amaliyotda biz taratqularda ko'rgan go'zal qiz, kelishgan yigitlarning zilva badani, ushluq eniki ko'pincha hollarda kompyuter texnikasi orqali bir taraf qilingan. Buningga turli kirim buyumlari, har xil shakl chiqarish mahoratlari, nur tanshash texnikasi qo'shilsa, odamni amaliyotdagidan zilva, chiroyli ko'rsatgili bo'ladi. Agar o'ruqlamoqchi bo'lsangiz, shundoq soxta ko'rinishlarga aldanib qolmang. O'zingizga amaliyotga uyg'un bo'lmagan o'ruqlash nishonini tiklab olib, o'zingizni qiynaganning ustiga oxirida umidsiznib ketadigan, badanni sog'siz qilib oladigan ishlar bo'lmasin. O'ruqlamoqchi bo'lishdan burun ig'irlik ko'rsatkichingizga qarang. Ya'ni bo'y egizligining kvadrati, bilingan badan ig'irligi tang ig'irlik ko'rsatkichi bo'ladi. Masalan, bir odamning bo'y egizligini 1.75 metr deyli, badan ig'irligi 68 kilogram bo'lsa, uning ig'irlik ko'rsatkichi bundoq bo'ladi. Badan ig'irligi bilingan bo'y egizligining kvadrati, ya'ni 68 bilingan 1.175 ning kvadrati tang 22.2. Qur'onga yetganlarning ig'irlik ko'rsatkichi bundoq 5 darajaga ayriladi. Ziyoda o'ruq, muvofiq, ortiq semiz, ziyoda semiz. Ig'irlik ko'rsatkichi 18.5 bilan 23.9 oralig'ida bo'lganlar normal. 22 eng yaxshi holat hisoblanadi. Shunga ig'irlik ko'rsatkichingiz normal doira ichida bo'lsa, badan chiniqtirsangiz bo'ladi. Ammo o'ruqlayman deb ziyoda kuchab ketishning hojati yo'q. Har kim o'zining badan ig'irligi, bo'y egizligidan foydalanib, ig'irlik ko'rsatkichini hisoblab chiqa oladi. Agar semiz qatoriga kirsangiz, salomatligingiz allburun ta'sirga uchragan bo'ladi. Shunga zo'r kuch sarf qilib bo'lsa-mu, o'ruqlashingiz kerak. Agar ziyoda semiz bo'lsangiz, qilcha o'ylanmasdan o'ruqlovchilar qo'shiniga qatiling. Ig'irlik ko'rsatkichingizni hisoblab chiqqandan keyin o'ruqlash usullari ko'p. Masalan, o'ynab o'ruqlash usuli, qatiq ichib o'ruqlash usuli degandek. Salomatlikka ziyon yetkazmagan asosda o'ruqlash unimiga yetkili bo'lgan usullarning hammasi yaxshi usul hisoblanadi. Darvaqa, o'ruqlashning turli ilmiy usullari bor. Ammo rozi bo'lgudek unimga erishish uchun shu nuqtaga yetguncha davomlashtirgudek chidamchanlik bo'lishi kerak. Undaq bo'lmaganda har qancha yaxshi usul bo'lsa-mu, unimini ko'ra olmaysiz. O'ruqlashning eng muhim halqasi mangu voz kechmaslik. Nurg'un odamlarning mag'lub bo'lishidagi sabab usulning to'g'ri bo'lmaganlik emas, balki yarim yo'lda to'xtatib qo'yganligida. Men o'ruqlashda qo'llangan eng muhim bir usul va'da berib amal qilish usuli. Bu usul ta'sir kuch nomli kitobda so'zlangan. Amal qilish va'da berish prinsipiga asoslangan. Har bir odam ko'nglida so'zi ishonchlik, harakati keskin bo'lishga intiladi. Bo'libmi yaqinlarining nazarida shundoq odam bo'lish istiki texnik kuchli bo'ladi. Kitobda bir odam tomok tashlash uchun mushu usulni qo'llangan misol berilgan. Birinchi qadam 10 minut jimjit o'tirib, bir parcha oq qog'ozga siz uchun eng muhim 7 dan 10 odamning ismini yozib chiqing. Masalan, oilangizdagilar, do'st yoralaringizmi buning ishida bo'ladi. Ikkinchi qadam, munosib sonda qog'oz karta tayyorlab, ustiga tomok tashlash va'dangizni yozsangiz. Ya'ni va'da beramanki, endi hargiz tomok chekmayman. Va'damni turolmasam, seni umidsizlantirib qo'yman. Ondan qog'oz kartani siz eng muhim biladigan odamlarga bersiz. Chunki odam deganini qiladigan, so'zli turadigan odam bo'lishni orzu qiladi. Gapingizda turolmasangiz, boshqalarning qalbidagi obrazingiz ta'sirga uchraydi. Shunga bu usul xeyla unum beradi. Bo'libmi Osiyoda bu usul texmi unum berdi ekan.
O'riqlashmi o'xshash. Men avval o'zimning orzuyini ko'pchilikka e'lon qilaman. Men Ali, palonchi oyning 2 kunigacha 10 kilogramm o'riqlayman. Qilolmasam, telefoningizga pul qochilab beraman. Va'da bergandan keyin besim bo'ladi. Turkilik kuch bo'ladi. Bundaq bo'lgan ekan, qattiq tirishmay bo'lmaydi. Lekin bu usulni qo'llanish uchun xili zo'r shijoat bo'lishi kerak. Agar niyatingiz haqiqatan kuchli bo'lsa, sizni menga o'xshash mikroblogda xalqi olamga va'dnoma yozib sinab baqsangiz bo'ladi. Agar rostilla o'riqlash niyatiga kelgan bo'lsangiz, cho'qim setib olmasangiz bo'lmaydigan bir sirli qurol bor. U bo'lsin taroza. Ahvolning taxirsizligini bilgandalar vaqtida tadbir qo'llangan bo'ladi. Undan boshqa ilmiylik ahamiyat berishingiz kerak. Ilm bilan o'riqlashning nima munosabati bor deb so'rashingiz mumkin. O'rta maktab biologiya darsida assimilyatsiya bilan dissimilyatsiyani o'rgangan edik. Assimilyatsiya dissimilyatsiyadan eshib ketganda, ya'ni yig'inimiz ko'p bo'lib, harakatingiz oz bo'lib qolsa, aniqni samirib ketasiz. Aksiya dissimilyatsiya eshib ketganda odam badani tabiiy holda o'riqlaydi. Buni fizika ilmidagi massaning saqlanish qonuni orqali tushuntirgilmi bo'ladi. Massa yo'qolib ketmaydi. Faqat bir moddadan yana bir moddaga o'tkaziladi. Tomoq yegan chaqda sirtqi dunyodagi massa badaningizga ko'chadi. Chiqargan vaqtingizda badaningizga massa sirtqi dunyoga o'tkaziladi. Ba'zi odamlar har qancha yesimi samirib ketmaydi. Chunki ular ko'p yeydi ham ko'p chiqardi. Qattiq jism holatida, suyuq jism holatida va yoki gaz jism holatida bo'lsin, ish qilib har xil shaklda chiqaradi. Ko'nglingiz ilishyapti. Shunga uxlamay tushganman. Qursaqqa suv olib, chiqarmay turib olsangiz, albatta samirib ketasiz. Agar pul tepishda kirishni echib, chiqishni etish usulini qo'llansak, o'riqlashda kirishni etib, chiqishni echish usulini qo'llanamiz. Bu yerdagi kirish dal eg'iz. Ba'zilar so'radi, o'riqlash jarayonida bir kunlik tomoqni 5 ga bo'lib yeyish kerakmi? Meningcha unda qilishning hojati yo'q. Badan chiniqtirishda shunday qilamiz. O'riqlashda unda qilmaymiz. 3 vaqt tomoqni normal yevasak bo'ladi. Lekin ilmiy oziqlanishga diqqat qilish kerak. Attiganlik tomoqni cho'qim yeyish kerak. Chunki attiganlik tomoq metabolizmni ilgari surishda intayin muhim rol o'ynaydi. Nurg'un odamlar attiganni qursqim oshmaydi, shunga nashti qilmasammi bo'lamdi deb so'raydi. Mening javobim shuki, qursqingiz oshsin, oshmasin, cho'qim nashti qiling. Attiganlik tomoq bir kunlik metabolizm iqtidorini kuchaytirib, o'riqlashga intayin aktiv ta'sir ko'rsatadi. Muvaffaqiyatli o'riqlagan har qanday odam navoda ilmiy o'riqlash usulini qo'llanganligi bo'lsa, hammasi cho'qim yaxshi nashti qilganlar. Mening hozir 3 vaqt tomoqim ichida eng ahamiyat berdig'inimni, eng obdan yeydig'inimni attiganlik tomoq. 3ta xohlagingizni yeng, ammo may miqdori to'van, tuzliq bo'lib ketmasligi kerak. Tuzni ko'p iste'mol qilsangiz, qondagi may miqdori o'rlab ketadi. Osonla samirib ketasiz. Kechda meva va ko'ktatni asos qilsangiz bo'ladi. Ammo diqqat qilishga tegishli bir nuqta shuki, kechda boldir uxlashga odatlangan bo'lsangiz, kechki tomoqni munosib holda oldiga suring. Uxlashdan burungi 4 soat ichida bir narsa yemagan yaxshi. Bo'lmasa, oshqozonga yaxshi emas. Agar bak yegingiz kelib ketsa, qaymoqqa ayrilgan qetiq ichsangiz yoki olma yesangiz bo'ladi. Chiqishni qanday ochimiz? Haqiqiy unum berdig'ini o'riqlashchi emas, balki chiniqish. Chiniqish oksigenlik harakat va oksigensiz harakat deb ayriladi. O'riqlashda albatta oksigenlik harakat qilamiz. Bak kuchab ketmasingizmi bo'ladi. Ammo cho'qim vaqtga kapolatli qilish kerak. 40 minutdan oshganda ondan unumi bo'ladi. Yomg'ir o'ynash, samo o'ynash, maydon usuli o'ynash, velosiped minish qatorliqlar orqali bu maqsadga yetkazib bo'ladi. Agar chiniqish solig'i bo'lsangiz, nurg'un odamlar yugurish mashinasini tanlashi mumkin. Menimcha yugurish mashinasidan yaxshisi dastash mashinasi. Bu men eng unumini ko'rgan chiniqish uskunasi. Agar dastash mashinasida 40 minut g'ayrat qila olsangiz, yugurish mashinasida 1 soat yugurgandami bakrak chiniqa olasiz. Usti beshingiz chiliq-chiliq tar bo'lib ketadi. Atrofingizdagi pulni ho'l bo'lib ketadi. Buningga qarab muvaffaqiyat tuyg'usiga cho'milasiz. Mubodo chiniqish solig'i berishga vaqtingiz bo'lmasa, uyingizda harakat qilsangizmi bo'ladi. Nurg'un kishilar sog'lomlik gimnastikasi o'ynashni mato ishdek his qiladi. Amaliyot undaq emas. Men mikroblogga chiqarib qo'ygan hip-hop Abis odamni ana shundoq mardona ko'rsatadi. Bir tarafdan ingliz tili o'rganasiz, bir chalmada 2 paxtak so'qisiz. Qozonga yo'qsan qarisi yo'qar, yomonga yo'qsan yarisi degan gap bor. Ilmiy tashvish natijasini qaraganda, doim semiz odamlar bilan birga yursangiz, sizning samirib ketish ehtimolligingiz bir qadar yuqori bo'ladi ekan. Albatta, sizni semiz do'stlaringizning jiroq turing demoqchi emasman.
Demakchi bo'g'lim, agar siz shundaq muhit ichida bo'lsangiz, texmi irodalik bo'lishingiz kerak. Shundaq bo'lganda muhitning ta'siriga uchrab ketishdan saqlana olasiz. Eng odatdagi podishlar ishtini bilan oq ko'ngil kiysimi yarashsa, haqiqiy kelishgan desak bo'ladi. Mayli odamning chiroyiga va yoki badan qurilmasiga qaraydigan davr bo'lsin yoki bo'lmasin. Badaningizning sog'lomligiga ahamiyat berganingiz hayotingizga mas'ul bo'lishning tunji qadamini bosganingizdir. Jafo chekmaguncha halovat yo'q. Har qatim chiniqib bo'lgandan keyin 76 gradusli qo'rdoqda 15 minut terlashni odat qilib olgan edim. Butun badanimdagi namlik tamoman qurib ketadi. Ayni chog'da sunmayman yolqin tog'dan o'tgan chog'dimi bek bo'lsa mushunchalik qiynalgan bo'g'iti deganlarni o'ylaydim. O'rdaqa maslashalmay doktorxonaga elib ketilganlarmi doim chiqib turdi. Chiniqil kelganlarning ko'p qismi oldirab o'rdaqa kirmaydi. Menga mas'ul ternermi o'rdaqa kirishni xatarli harakat deb qaraydi. Lekin vaqtim yor berib, fursatli bo'lsa, o'zimni o'rdaqning azobini tetib chiqishga ko'ndiratdim. Nimishqa o'zingni o'zing qiynaysan deb so'rasangiz, odam eng azobli ishlarni, eng og'ir qiyinchiliklarni boshdan kechirgandan keyin texmi chidamliq bo'lib ketadi. Ondan kichkina qiyinchiliklarga parvo qilib ketmaydi. Ozroq umutsizliklarga yo'liqsa, umutsizlikni ketmaydigan bo'ladi. O'rdoqning azobini boshdan kechirgandan keyin boshqa chiniqish turlarining jafosi bilinmay qoladi. 2007-yil 9-oyda azaldan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidan ayrilib boqmagan men o'zim yolg'iz Beijingga boradigan poyezdga chiqdim. Ayni chog'da oliy maktabga o'tgan o'quvchilarning hammasi degidek ota-onasi bilan birga boradi. Mening ota-onam shunday qilmoqchi edi. Kichigimdan mustaqillik xohishim bek kuchuk bo'lg'achqa, ularning meni olib qo'yishini qat'iylik bilan rad qildim. Ularni qat'iy chin turgan bo'lsa-mu, meni qoyil qila olmadi. Mening faqat Urumchidan Beijingga boradigan bu uzun safarni mustaqil tamomlagim bor edi. Ammo keyingi tortish kesilim sababli biletni boldir ilib qo'ymabdi ekanman. Sahar soat 6 da vokzalga bilet olg'ili bordim. Bilet sotquchi 4-5 tal bilet sota-sotmayla karvatlik bilet qolmaganligini aytdi. Keyin bilsam, bundoq chog'da karvatlik bilet olman deyish asosan uxlamay tush ko'rgandekli ish ekan. Karvat bo'lmasa nima bo'pti? O'ltirib nima verman deb o'yladim. Poyez normal ahvolda 46 soatda Beijingga yetib boradi. Ammo men keyin qolg'ashqa vaqtliq poyezdning biletini oldim. Vaqtliq poyez tashqi ko'rinishda normal poyezddan hech qanday farqlanmaydi. Mening suratim o'xshash, lekin 2-3 soat mangmayla to'xtaydi. Boshqa poyezdlarning o'tishini saqlaydi. Hatto ba'zida cho'l jaziraning o'ttirsida 4 soatma to'xtaydi. Poyezdda men tunadigan birma odam yo'q. Yo'l bo'yi kitob ko'rib maldim. Birinchi kuni oqshimi osonla o'tib ketdi. Garchi tuzukroq uxlanmagan bo'lsam-mu, Beijingga berishning xushalligida faqatla bilinmadi. Ammo ikkinchi kechani o'tkazmakning naqadar tasdigini faqatla o'ylamagan ekanman. Eng ko'p bo'lgandimi 50 soatni Beijingga boramiz deb o'ylagan edim. Ammo 50 soat yo'l yuribmi, Beijing yana shuncha yiroqda edi. Ayni chog'da Urumchidan Beijingga boradigan mushu birli poyezd bo'lg'achqa, vagonda mitchida odam. U yoq bu yoqqa erkin ozod yurishmi mumkin emas holatda edi. O'rindiqlar orasidagi yo'lda, eshik tubida, hojatxona oldida ish qilib, vagon ishida birmi bo'sh o'rin yo'q. Soatlab o'rtirayotganlarga ichim og'rib, ularga pat-pat o'rnini bo'shtib berib turdim. Oxirda hammalarning turg'idek holi qolmagan chog'da udul kelgan yerga gizi silib uxlashga boshladi. Men uchun eng tas kelgani hojat qilish bo'ldi. Azaldan buncha uzun yo'lliq poyezdga o'ltirib baxmagan bo'lg'achqa, hojatxonaga kirishning buncha tasligini o'ylabmi baxmagan ekanman. Endi poyezdga chiqqanda ko'proq suv ichib bersam, modda olmishga foydasi bo'larmikin deb qaynoq suvni ko'p ichibdiman. Ammo 8 soat bo'lmayla buning umrimdagi eng cho'ng xato qaror ekanligini bayqadim. Men o'ltirgan o'rindan vagonning yana bir tarafidagi hojatxonaga bo'lgan orliq ko'p bo'lsa 20 metrlar kela. Ammo vagon odam bilan to'shib ketgan bo'lg'achqa to'xtamay, "Kechiring, o'tib olsang bo'pti-kan" deb put qo'yg'udek yer chiqirib, qisilib yurib, bir qadam elib, toshbaqidimni osti suratda olg'a ilgirlab, oran deganda hojatxonaning oldiga kelsam, 6-7 odam o'chrat bo'lib ketibdi. Ularning keyinida turib saqladim. Chidab turdim. 10 necha minut o'tib ketdi. Hojatxonaning eshigi ichinay demaydi. Oldimizdagi odam eshikni chekib baqdi, ishtirib baqdi, mushlab baqdi. Amal bo'lmaganda poyezd xodimini chaqirib keldi. Poyezd xizmatchisi oshqush bilan eshikni ochdi. Qarasak ichida bir odam uxlab ketibdi.
Vagonning ishida sal ozoda o'ltirib uxlab olgandek bo'sh yer bo'lmag'achqa, bechora odam amalsiz hojatxonaga kirib, mushu mehnat yerda sesiq purab tursimi tugilib ketib uxlabdi. Oxir hojat qilib bo'lib, yana bir qatim qisilib yurib, ming bir jafoda o'rnimga kelib oldim. Soatga qarasam, soat 45 minut vaqt ketibdi. Shundan keyin bak ustab ketsammi, suv ichmadim. Zodi amal bo'lmaganga qadar hojatxonaga bormadim. 3-kuni 74 soatlik safar oxirlashib, poyezd oxiri Beijing vokzaliga kirib kelgan chog'da hammaning hayajonlanib, vagonda olqish sadolari ko'tarildi. Poyezdning tushgan chog'da 92 kilogramdan 89 kilogramga tushib qoldim. Shu qatimliq safar mening jafoga chidamchanligimni zo'r darajada oshirdi. Shundan keyin mayli komandirovka va yoki boshqa sabablar bilan boshqa shaharlarga borgan chog'da bo'lsin, mehmonxonaning sharoiti, qatnash qurollari har qancha nachar bo'lsa-mu, jafo his qilib ketmaydigan bo'ldim. Chunki men umumdagi jafoliq kunlarni boshdan kechirgan edim. Shundan keyin jafoga bo'lgan ko'z qarashimdami o'zgarish bo'ldi. Ba'zida bek jafoda qolgan vaqtimda, agar bu jafoga bardoshlik bera olsam, har qanday jafoga bardoshlik bera olasan deydigan bo'ldim. Yana ba'zida o'zimning irodasini tavlash uchun o'zim tashabbuskorlik bilan ba'zi jafoliq ishlarni qiladiganmi bo'ldim. 76 graduslik o'rdoqda 15 minut turishimdimi, ana shunday bir maqsad bor. 2014-yil qishda televiziya programmasi ishlash uchun boshqa bir shaharga bordim. Programma guruhi bekitgan mehmonxonaga borganimda tun nisbatan oshgan edi. Yotoqning havo tanshuvchisi buzib qolgan bo'lg'achqa, yotoq bakli sovuq bo'lib, boshqa yotoqmi qolmabdi. Atrofda boshqa mehmonxonalar yo'q ekan. Suv to'kib qo'ysam muz qatqidek uyda yotqanga yugunib bir qancha soat uxlab oldim. Atsi qopsam qizib qopdiman. Programmani ishlab bo'lib, doktorxonaga berib ukol ostirdim. Keyin bir do'stim programma guruhidagilarning savallik tursa, "Nemish quloq ochilmaysan?" deb so'radi. Men uningdimi jafoliq kunlarni ko'rgan tursam, bu qanchalik ishdi? Turmushimizda har qatim qiyinchilikqa yo'liqqanda faqat kulib qo'ying. U qanchalik ishdi? Gangrash ishidan bo'sib chiqishni o'rganib eling. Robin Williams men eng yoqtiradigan komediya artistlarining biri edi. U rol olgan kinolardan To'n qapoqda, Muhabbat o'g'risi, Boturlarning o'yini, Marsiya redaksiyasi, Mo'zidagi g'alit kecha qatorliqlarning hammasi nodir filmlardan bo'lib qoldi. Albuki millionlagan odamlarni kuldirib, ularning hayotiga xo'shallik beg'ishlagan shundoq bir odam 2014-yili o'lgunish yo'li bilan hayotlik safariga chekit urdi. Amerikaning sobiq prezidenti Obama uning o'limiga beg'ishlagan narsa nomida mundaq deb yozdi. Robin Williams bir ushquchi edi, doktor edi, inik ona edi, zuntum edi. U shundoq har xil odam bo'la oladi, ammo dunyoda faqat birli edi. U bizning turmushimizga tashqi planeta odami kabi sinib kirib, ma'naviyatimizni biyitdi. U bizni kuldirdi, bizni yig'latdi. Bir komediya artistining qayg'u hasratini tushunadiganlar bek oz. Ko'pincha kishilar ajiba milliarderlarning turmushdan zorlanadigan chog'lar bo'lamdikina deb o'ylab qilishi mumkin. Rostini aytsam, doim boshqalarni kuldiradigan, boshqalarga xo'shallik elib keladigan bir odam bo'lish suhbatim bilan uning dardini bilaman. Bütün dunyoga xo'shallik beg'ishlasanmi, sen yanada bir g'ayrib inson. Org'in tiningni so'rab, uyingga qaytib kelganingda, yugurib kelib seni quchoqlaydigani, yurakka zig'dek sanchilib turadigan azob. Yumor amaliyotda boshqalarni qalb xonanga kirishni to'sadigan mudofaa mexanizmi. Robin Williams o'limdan ilgari uyga so'linib, hech kimga gap qilmagan. U o'zini yutirib qo'ygan. Hayot unga ma'nisiz tuyulib, oqibat eng qabih usul bilan bir mahal mehrni bergan dunyodan aytilish qaroriga kelgan. Shundan e'tiboran uning Marsiya redaksiyasidagi sadosini anglolmadik. Yuragimning sadosini anglashing kerak. Sen qancha kechiksang, u shuncha qiralishidi. Uning tragediyasi meni gangarab qolgan chog'da qanday qilish kerakligi to'g'risida o'ylashga majbur qildi. Menimni o'zimni yutirib qo'ygan, o'lishni o'ylagan chog'larim bo'lgan. To'liq o'tirdiki, men jimg'ur, simiz, qarmoqqa jirginishlik bir a'lochi edim. Do'stlarimning hammasining qiz do'sti bor edi. Billa naqshi et qilib borgan chog'larda mendan boshqa hammasi birja bo'lib boradi. Men bir chetda bo'ytoqlik naqsini aytib o'ltirib, ajiba men birasining yaxshi ko'rishiga arzimaydigan odammi deb o'ylab ketatdim. Ana shundoq tushkunlashib yurgan kunlarning birida umidsizlik bosgan g'erib qalbimga bir dasta illiq nur tushdi. U dal bizning yilliklar bo'yicha eng munavvar naqshchi edi.
Maktabimizning naqshi musobaqasi boshlanishdan bir kun burun adab yuzasidan barliq mahirlarga utuq tiladim. Madad berdim. Shu qatorda eng oxirida maydonga chiqadigan bir qizg'imi g'ayrat qiling. Siz chuqur g'alaba qilasiz deb qo'ydim. Uyga qaytib keldimda kompyuterni ochib takrorni boshladim. Dushanba kuni tanaffus vaqtida beshimni cho'kirib topshiriq ishlayotsam, bir do'stim yanimga yugurib kelib, hayajonlangan holda, "Ali, eshik oldida bir qizni chaqiryotdi" dedi. Bu dunyoda 17 yil yashab, bunday ahvolga azaldan yo'liqib boqmagan edim. Sinf mas'ulimiz ishxonasiga chaqirgan chaqlar bo'lgan. O'g'illar chaqirib chiqib, do'shkalagan ishlar bo'lgan. Ammo azaldan yot jinsliq biri chaqirib boqmagan edi. Qiz bola degan bu gapni anglabla yuragim gupildab so'qib ketdi. Ichimda o'yladim. Bu zodi nima bo'lib ketdi? Jiddilashib, yuragim silib, yuzim qizirib ketdi-ku. U qiz eshikning oldida tortinibgina turib menga rahmat etdi. Rahmat sizga. Siz madad bergachga naqsh musobaqasi chempion bo'ldim. Orqadan quchoqlarini kang echib kelib, meni mahkam quchoqlab qo'yiblar, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Nurali obizning Xinjiang Pan-texnik nashriyoti nashr qilib tarqatgan bir yilimizdagi 8760 soat nomli asarni mush yergacha anglatdik. Davomini ati anglaysizlar.